Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz 37 yoshli bemor, ayol kishi. Bir necha yillardan buyon chap tizzalarida og'riq bezovta qilib kelgan, 3-darajali artrozgacha borgan, yosh bo'lishiga qaramay. Chap tizzalarini biz rovna 2 oy avval yuqori tibial ostetomiya amaliyotini bajarib berganmiz. O'sha diagnostik artroskopiya bilan menisklarni ham qisman rezeksiya qilib, sanatsiya qilib berganmiz. Mana hozir rovna 2 oy bo'ldi. O'zlaridan holatlarini, shikoyatlarini bilib olamiz. Eshitib gapiraveramiz. Assalomu alaykum. Ne? Ism familiya shart emas. Hozirgi holatingiz, mana og'riqlaringiz o'sha oldingilarga nisbatan mana necha foizga kamayganligi haqida aytsangiz. Bu yerga kelishimda og'riqlarim o'ta kuchli edi. Doktorga kelganimdan burun mana shu yerga kelib davolandim. Mana 2 oy bo'ldi. Og'riqlar 80% ga yo'qoldi. Men juda yaxshiman. Doktorlarga katta rahmat. Xo'p, oldinlari tizzingizni qaysi qismida og'rirdi? Hozir qaytida baribir shikoyatingiz bor. Tizzamda ichki tomonida achish o'ta kuchli og'riq bo'lardi. Hozir u holatlar yo'qoldi. Faqat yurganimda ozgina tashqari qismida ozgina og'riq bor xolos. Lekin yaxshi. Chunki bunga sabab biz yuqori tibial osteotomiyada og'irlik markazini tashqi tomonga o'tkazamiz. Oldinlari yuklama kam tushganligi uchun, moslashmagani uchun diskomfort bo'lib turadi. Atak bu ham vaqtincha o'tib ketadi. Apa bitta yurishingizni ko'rsatib bersangiz, mana 2 oylik holat yana dast o'rnlardan turib. Yurishlarim yaxshi. Oldin bunaqa yurmasdim, oqsaqlanardim. Hozir yaxshi, mana bemalol harakat qilyapman. Doktorlarga rahmat.